Bir bala özünün şu mesela dükkanlar kir qalğanda kiyim-kechek almoqchi bo'lgan bo'lsa, mush dükkan aylanib, o'ziga yoqadigan kiyimni topolmay, chiqtirgan vaqtda prikazchik unga ma'lum bir kiyimni tuyjan qilibdi-da, tuyjan qanday ekan? Bu bala o'zining bu prikazchik tuyjan qilgan kiyimni yaxshi ko'rmabdi-da. Ama yaxshi ko'rmagan bilan unga yoq deyolmay ekanda, hech rad qilmay. O'zi yaxshi ko'rmagan kiyim. Biroq shu prikazchikni ham foyanni rad qilolmaganlik tufayli bu kiyimni olibdi. Olganda ekan o'zini shundoq bir ayblab ketdi-da. Chunki u o'zi yaxshi ko'rmagan kiyimni yoq deyolmaganlik uchun olib qoldi degan gap. Shundan u mushu ishni mendan so'rab qoldi. Endi mushu bir misolni Ramishning o'xshagan leysi misollarni so'zlash orqali biz odamlardagi bu xil ichki ziddiyat to'g'riliq ozroq so'zlamoqchi. Endi odamning ichida o'zining bir xil nishoniga, har qanday bir ishni qilmoqchi bo'lgan nishoniga mangan vaqtda odamning ichida bundan qarshi bir kuch bo'ladi. Odamlar buni his qila oladi. Masalan, ma'lum odam kallasi shundoq bir tirishchan, hamma ishlarni vaqti qildigan, joyida qildigan bir odam bo'lsa-da, o'shuning uchun tirishmoqchi bo'lganda, uningga qarshi bir kuch. Ya'ni hech his kelmaydigan, dungli yo'q bir holatga tushib qoladi ama qarshi. Endi bu xo'jalik matrak mangayotgan bir kiyimini tatib qirg'oqqa mangandek, ona japaliq o'zining bo'ynini shu chigib so'rayotgandek ashuni qilish mumkin. Biroq eng oxirida hech ishni qiyg'isi yo'q holati uni so'rab to'xtab oldi degan gap. Yoki ba'zi odamlarning shundoq bir zilshin bir o'zini topqisi keladi. Biroq har qatim zilshin bo'lay desa, yana uning ta'tir bu zilshin holatiga mubtalo bo'lib qoldi degan gap. O'tganda bir qiz o'zining to'yining 3 qatim yeni kelganligini deb shundoq yig'ladan yig'laydi desa, 3 qatim shundoq rinjin mush to'yining bir utuq qozonish uchun shundoq bir tirishqanda, ammo g'alit sabablar bilan bu to'y bo'lmadi debchi. Demak, bu qizning to'y qiyg'isi bor, biroq uningga bir qarshi bir kuch bu qizni o'zining bu xil nishoniga yetkazmayapti degan gap. Undan boshqa yana ba'zi ayollar bir xilliqi o'zining yo'ldishini yoki yo'ldishining ota-onasini rozi qildigan bir layoqatli bir yaxshi ayol bo'laman deb o'ylaydi. Biroq yana bir qarshi kuch uning bundoq ayol bo'lishiga yo'l qo'ymaydi, natijada bir xil hammadan norozi qo'ydigan, xushallik bag'ishlaydigan bir ayol bo'laman deb xushalsizlikni shakllantiradigan bir ayol aylanib qoldi o'zikidan. Yoki bu ayol bir xil bolasiga kuyindigan, bolasini yaxshi ko'radigan bir yaxshi o'lchamlik ona bo'laman degan bir orzuda bo'ladi. Biroq buning qarshi bir kuch bu onani bir xil o'zini tuta olmaydigan, bolasini shu urib tillab ketadigan, xuddi butun achchig'ini bosib elayotgandek bir bolasiga ziyonkashlik qilib qo'yadigan bir onaga aylanib qoldi. Ya'ni ba'zi kishilar o'zining qilayotgan sohada tirishib bir qimmati bor bir odam bo'lish uchun shundoq tirishdi. Bu dunyoda tirishmaydigan odam yo'q. Har qanday odam tirishdi. Har qanday. Hatto bir tilamchimi tirishdi. Tirishmaydigan yo'q. Demak, u shundoq bir qimmatli odam bo'lish uchun tirishdi. Biroq buning qarshi bir kuch, eng oxiri buni hech qanday qimmati yo'q, qo'ldan hech kelmaydigan, hech qurbat etmagan bir odamga aylantirib qo'ydi. Uning ta'turimi borchu. Nurg'un kishilar o'ziga foydasiz, o'ziga ziyonliq deb qaragan ma'lum bir harakatni to'xtatmoqchi bo'ldi. To'xtatgisi keldi. Biroq yana bir qilib soldi. Yana kuchning ta'sirida yana qilib soldi. Yani o'zini ayblaydi, ikkinchi qatim qat'iy qilmas uchun o'ziga va'da beradi, iroda ishlatadi. Biroq yana qilib soldi. Bu qatim bir xil jo'vongning ichiga kirib qoldigan gapda yana ayblaydi, yana qiladi. Demak, mushkil oylanish turib qoldi. Bu xil qarshi bir xil kuchni odamlar his qila oladi. Masalan, xuddi men bilan dunyo qirishayotgandek, mening ishim oqmamdi, nimishqa man kelgan vaqtda birning suyi to'xtab qolamdi, nimishqa manglam bu xil bo'g'liq bo'ladi deydigan tasvirlar orqali bu xil qarshi bir kuchni his qila olgan, biroq uni cho'nqurlikqa tunib yetolmaydi. U kuch zot nima kuch buni bilolmaydi. Endi bu xil ta'tirmayotgan bu xil kuch
bizning tushimizda bu xil hissiyot tushimizda bir qadar aniq ifodalanadi. Masalan, tushimizda bir yerdan chiqolmayotgan, shundoq bir chingza qilib chiqsiz bu yerdan qutlanmayotgan yoki bir yer qisilib shundoq bearam qutlanmayotgan yoki bir yerga yugurib ulgurolmayotgan shundoq tushlarni ko'ramiz. Shuning o'zi amaliyotda mushkul ta'tir kuchning, garchi u o'zining orzusidagi bir odam bo'laman degan siri buni qarshi bir kuch dal o'zi eng qo'rqadigan, o'zi eng yaxshi ko'rmaydigan, o'zi eng qochadigan bir odamga aylantirib qo'yayotgan. Agar biz bu xil ta'tir yo'nalishidagi kuchni tan qutulmasak, bizning hayotimiz xuddi Volga daryosida kiyim so'rgishlar degandek ashundoq jafoliq bir jarayonga aylanib qolmasdan hatto eng oxirida biz yanla bu xil ta'tir yo'nalishidagi kuch tarafidan mag'lub bo'lamiz degan gap. Mana mushuni hal qilish, odamlarning bu xil ko'rinmas yukini, ko'rinmas to'sqinlikni hal qilish bu dal nimasi psixologiyaning xizmati hisoblanadi. Bunda qolsa bu haqqa tortilgan kuch zot nima? Amaliyotda odamlarning butkul yashash jarayoni aqliy man bilan hissiy man o'rtasidagi ziddiyat hisoblanadi. Ya'ni cognitive self bilan somatic self o'rtasidagi ziddiyat hisoblanadi. Unda qolsa aqliy man bilan hissiy man degan nima? Ba'zi odamlarda boshqa tarafdan tashlangan, boshqa tarafdan aldangan hissiyot saqlanib qolgan. Tashlangan va aldangan hissiyot saqlanib qolgan bo'ldi. Bu xil hissiyot iqimi, tashlangan va aldangan hissiyot iqimi bu odamning salohiyatiga aylanib qolganligi uchun biz buni texim yaxshi tushunish uchun bu xil ruhiy holatni biz hissiyman deymiz. Hissiyman deganimiz tashlangan, aldangan odam degan bir hissiy holatda. Endi bu xil tashlangan va aldangan hissiy iqim uning vujudida mavjud bo'lib turdi. Ammo u buningga aloqa bevosita u xil hissiy iqimga uchrasholmaydi. Shunga biz buni yushrinmanmi deb qo'yamiz. Yoki biz buni doim tilga olgan ichki balami deb qo'yamiz. Amaliyot bu ichki balo yoki yushrinman deganimiz dal nima deganda tashlangan, aldangan bir hissiy iqim yoki ashqil ruhiy holatni biz yaxshi tushunish uchun biz buni bir salohiyatga man degan orqali tushuntiramiz degan. Demak, bu xil tashlangan, aldangan hissiyot saqlanib qolganligi uchun odamning ichida bir yushirin tashlangan, aldangan man mavjud bo'ldi degan. Endi bu xil tashlanish, aldanishdan shakllangan psixik ruhiy holat bizning intayin ojiz, suyruq bichara altimiz. Bu bir bichara altimiz, nozik bichara altimiz. Shu sababli biz bu xil tashlangan, aldangan manni ko'rmaslik uchun bu deganimiz yana shu xil psixik ruhiy holatga kirmasligimiz uchun, ya'ni buni zaychinlik qilmasligimiz uchun demakda biz hamda buning qo'g'dash uchun yoki buning qarshi holda aqliy manni shakllantiramiz. Buning qarshi shakllangan aqliy man nima bo'ldi deganda, ya'ni boshqa tarafdan tashlanmaydigan, aldanmaydigan bir odamni shakllantirmoqchi bo'lib biz. Buning uchun biz bir intayin sodiq bir odamga aylanamiz degan gap. Demak, sodiq man chongchongwo shakllandi degan gap. Demak, bu sodiq man bizda aytgan cognitive self, ya'ni aqliy manda. Bu xil sodiq manning shakllanishining sababi nima deganda, bu tashlangan va aldangan manga nisbatan qarshi shakllangan bir xil bauhu, bir xil pism buchu. Demak, bu xil sodiq man yiltsilib aytganda mazkur odamning shakllantirgan aqliy man hisoblanadi. Bunday aytganda bu sodiq manni shakllantirishi dal amaliyotda qarshi tarafning uning nisbatan bir sodiq bo'lishini umid qilish va mush orqali tashlangan man, aldangan manni yana bir qatam chinlik qilishdan saqlanish amaliyotda. Biroq xuddi parniklardagi silyo yopiqlar uning ostidagi uruqning o'sab uni tishib chiqishini to'sanmagandek, bu xil sodiq man uning ichidagi o'zi qo'g'dayotgan tashlangan va aldangan manni to'sa qolmaydi. Bu nima degan gap deganda, biz shuni bilishimiz kerakki, bizda aytgan hissiy man, yushirin hissiy man yoki ichki balo, tashlangan, aldangan yushirin ichki man, buning ikki alohidaligi bor. Birisi takrorlik, yana birisi self-operating power system. Ama bu self-operating power system degan nima? O'z oldiga harakat qilish sistemasi bor degan gap.
alaylıkda bu yuşurmanning o'z oldiga harakat qilish sistemasi yoki alayligi bor degan gap. Bu o'z oldiga harakat qilish alayligi degan nima? Bu deganlik tashlangan man, aldangan man. Bu texnik mazkur odam tarafidan integrate qilinmaganlik uchun. Endi integrate degan bizning kasbiy tilimizda cho'lik qilinmaganlik, bitiraq qilinmaganlik, rasmiy mang'uzib yo'qitib etmaganlik uchun yoki ravonlashtirib etmaganlik uchun ba'zi odamlar jena deb oldi-ku. Yoki quchoqlanmaganlik uchun desakmi bo'ldi. Biroq bu bir ninglang faqat o'tamay qaqagan shu biz integrate deymiz. Cho'g'mi? Integrate qilinmaganlik uchun, bitirab bo'lmaganlik uchun. Bu ham cho'qim integrate bo'lguncha toki biz tarafimizdan bu ichki bola quchoqlanguncha deyli yoki integrate bo'lguncha. Ammo men yerda mushtaq desam, nima ish qildim avaylab gap qilaman deganda, chunki bo'lib jena quchoqlash deganda haqlarcha xato tushunib olib biz shuni qabul qilishimiz, menduy qilishimiz kerak ekan. Biz shundan menduy qilsak, undan narsa emas. O'sha yerda xato tushunib olgan odamlar-chi. Odamlar buni qanday integrate qilamiz debchi o'zining kallasini qarib qo'yib, buni qanday integrate qilamiz desa men depasam shunday yaxshi asli. Ammo odamlar musharni anglablam, mushni biz menduy qilib, yengib, janshin qilib, ondan biz undan narsa emas. Psixologiyada hatta qabul qilish degan gapni ishlatmaymiz biz. Qabul qilish degan gap chiqqan aman qabul qilmas qarab ma'noda bu narsa-chi. Biz qabul qilish degan biz qabul qilsang bo'laverdi deymiz. Ammo bekchi odamlar xato tushunib olgan ekan. Shunga integrate degan xatni ishlatyapmiz, qabul qilish degan ishlatmayapmiz. Biz qabul qilish degan gap ishlatmaymiz. Amaliyot psixologiyada-chi. Endi mushu aldangan va tashlangan men integrate bo'lmag'achqa, bu yana integrate bo'lish uchun darhol muhitga ta'sir qildi va o'ziga mos keladigan muhitni cho'qim shakllantirdi degan gap. Bu deganlik mazkur odamning hayotida 100% tashlanish yoki bepay shakllandi degan gap. Bu vaqtda odamning psixikalik kuchi buni qabul qilolmaydi. Qabul qilolmaydigan yeri hargiz qarshi tarafning uni tashlab o'tishi yoki qarshi tarafning uni aldab qo'yish emas. Eng qabul qilolmaydigan yer nima deganda, chunki u mushu o'zdagi mushkili hissiyman, ya'ni ichki bolni yoki yushrinmanni qo'g'dash uchun nurg'un fuchu qilgan uchun. Fuchu qiladi. Chunki bir umr aslan sodiq bo'lganda, eng oxirida bu yana ashundoq bir qurbonlikni berib tashlanganda yoki aldangan vaqtda buni qabul qilolmaydi. Mana shu vaqtda odam bunqi bo'ldi. Shu vaqtda odam buni kallasini o'tkazolmaydi. Shu vaqtda odam shundoq bir uvolchilik uchrab ketadi. Uvolchilik his ketadi. Men nima xatolik, men shundoq bundoq qildim deb. Ham bu vaqtda o'zimga bir g'azab to'ladi. Uni tashlagan yoki uni oldigan odamga nisbatan bir qattiq o'chmanlik ichida kirib qoldi. Hatta ba'zi odamlar mush nuqtaga kelgan vaqtda bir xil hayotini his etmasmi? Bir xil Jövang, g'azab, veychi, shundoq bir eng qo'rqindigan hissiyotning hammasi chirmab olganda bo'ldi, men bir hayotimni oxirlashtirib bilan qutlay deydigan xiyolga kirib qoldi. Yoki ishaza jiyolatga kirib qoldi. Shidib bunqi deganmish. Yana ba'zi odamlarda ichki dunyosida hech qanday qishqa qurbat yetmaydigan, hech qanday qishqa kuch yetmaydigan bir hissiyot, ya'ni ojiz bir hissiyot, ya'ni buningda bir hissiyot saqlangan bo'ldi. Endi biz bu hissiyotga qarshi qo'limizda intayin ish keladigan bir tirishchan, hamma ish qo'limizdan keladigan bir aqliy ma'ni shakllantiramiz degan gap. Shunga biz to'xtamay, tirishib to'xtamaychi, bir sekund to'xtab qolsa, jiddiy ish keladigan, to'xtamen, endi tirishmasamlar, buning bo'lib qolma. Endi u tirishidi, nurg'un iqtidorlarni yetildirdi, ham nurg'un nimalarga erishidi. Aslında qattiq tirishgan bo'ldi. Biroq tuyuqsizlar, shundoq tuyuqsiz. Dunglisini yo'qitib qo'ydi. Bu dunglisini yo'qotgan qanday bo'lsa, hech qanday ishga bir xil qo'shilmay qoldi. Amaliyotda bu odamning ichida hech qanday ishga kuch yetmagan ojiz manfaat emasmi? Bu unga qarshi buni qo'g'dayim deb, nayt qo'lda ish kelgan bir odam bo'lib shuni tirishib bir nuqtaga kelganda tuyuqsizlar yana hech qanday ishga qurbat yetmagan bir odamga, ojiz odamga aylanib qoldi. Ya tuyuqsiz o'zini kesal qarovdimi ko'rish mumkin degan gap. Amaliyotda bu xil tunglini, yo'qlik ittifog'ini, bir xil intilish kuchini, qizg'inlikni, yo'qlik ittifog'ini nima desa, dal mazkur odam integrate qilmagan, bitiraq qilmagan, qo'ldan hech kelmaydigan ojiz man emas bu saqlangan. Mushini bitiraq qilmaganlik uchun bu ojiz man eng oxirida nima desa, bosh ko'tarib chiqadi degan gap. Yoki bo'lmasa barbara qarshi tarafning hayotida
monopol o'rin o'ta ketdi degan. Hania Yanagraning Kichik hayot deydigan bir kitobidagi bir bosh personaj borchu. Zimsiga bir taqa toshni ko'tarib olib, shundoq charchab ketganini deydi. Shundan kishilar uningga bundoq charchab cho'g'ichi bu tashlasam olmamdi, deb ochiqlaychi. Kim san buni tashlaydi? 6 oy meni ko'tarib olganim 6 oy. Deb shunday hayotini davomlashtirganda. Endi bu xil xarakterdan odamlar aldirab bo'shanmaydi. Aldirab to'p o'qilibchi chiqolmaydi. Nimishqa degan vaqtda bu xil xarakterdan chiqish badliga yo'liqadigan, boshqalar tarafidan yaxshi ko'rilmaydigan sezimning yoki ichki bal degan shu amaliyot. Boshqalar tarafidan yaxshi ko'rilmaydigan bir sezimning ichki balning tahdidiga bardosh ko'rolmaydi. Endi natijada bu yerda 3 xil odam paydo bo'ldi. Birinchi xil odam qanday bo'ldi deganda, birinchi xil odam shu aqliy menning iskansi kirib qolgan. Bunday aytganda, aqliy salohiyatlarni ching tutib oluvchilar. Masalan, men tirishchan bo'lmasam bo'lmaydi, ishchan bo'lmasam bo'lmaydi, pokiz bo'lmasam bo'lmaydi, hamishni qilmasam bo'lmaydi deydigan bir xilliqi aqliy salohiyatga ching eslab oladi. Endi bu birinchi turdagi odamlar natijada o'zining ichki hissiyotlaridan uzilish shaklini qoldi. Şu an birinci turdaki adamlarını biz Mayo fazıdı cürün deyimiz. Mayo fazıdı cürün. Yenilikle. Üyü yok hocayın deyimiz. Akli salayeti var. Ama içki hissiyatları yok da üyü yok hocayın deyimiz. Neticede bula toxtavsız bir xil mecburlanış halıda. Toxtavsız bir xil, aramsız bir xil charchash halıda turdu. Hem daim hayat bir nas kamdek, bir tuluq emasdek, bir yerden xush almasdek. His qilish bilan birga bir xil mo'min tushmaydi. Bir xil ansizlik, tashvishlik holatiga petib qoldi degan gap. Teximcha taxiri Barbara bular o'zidan faxrlanadigan, o'zining qimmat tuyg'usini shakllantirayotgan ba'zi aqliy salohiyatlardan asta-asta qolib qoldi. Masalan, ishchan odam tuyg'usiz bir xil o'rilish ketdi, hech nima xo'sh yoqmagan. Tirishchan odammi tuyuqsiz kallası bir xil to'xtab bir xil kallası burunqidek ishlamaydigan holatga kirib qoldi. Radlik, doim radlik odamni borgan sari bu xil radliklarga o'chulab bir radsiz holatga kirib qoldi. Bu vaqtda odamni tabiiy nimasi tashvishlanish keslik besib oldi. Shu birinchi turdagi odamlar ig'irlashgan sari tashvishlanish keslik giribdi oldi Allah. Hem ikkinchi xil odamlarchi deganda bular dal aksi bo'yicha o'zining qalb zaxmisi tufayli shakllangan ichki hissiyotlarning ichiga kirib qolib, butunlay hissiyotning ichiga kirib qoldi. Biz buni endi mana Carl Jungning atalg'isi bo'yicha inflation deganimiz hissiyot paxalligining ichiga kirib qoldi. Ham bu hissiyot paxalligi degan nima deganda, bular asosiyatdan qalb zaxmisini shakllangan o'zi daim aciz, hech nimaga qurbat yetmaydigan, hech qanday qimmati yo'qdek, bu dunyoda bir ortiqcha yukdek bichora hissiyotning ichiga kirib qoldi. Natijada sidqiy dunyodagi har bir odam ularga bir xil tahdid hisoblandi. Shunga bu xil tahdid uchraganda qarshi taraf bilan ochiqlab qochirib yoki o'zi mumkin o'lish ulardan jiroq turadigan bir holatga kirib qoldi. Biz bularni Mayo Juranda fangzi deymiz. Xo'jayini yo'q uy. Bular aqliy salohiyat degan narsa shakllanmaydi. Bu xil holatda menga to'xtab qoldi. Kallis bir xil to'xtab qolibchi, nemda aytgan anqiramaygan bir holatga qoldi. Bu vaqtda jiqlari meni psixikamda chatoq chiqdi deydi. Oldidagilari chiqmadi deb turib oladi. Ammo bir psixika to'salg'i borligini bilib turdi. Makiyinklari meni psixikamda chatoq chiqdi deydi. Biz buni atalmish xamushlik keslik deymiz. Ikkinchi turdagilar xamushlik holatiga kirib qoldi. Chunki barbara bu holat ularni bir xil ümidsizlikni, ma'nisini shakllantirib qo'ydi degan gap. Eng muhimi, ikkinchi turdagi odamlar hech qanday bir yaxshi kelgusini ko'rolmaydi. Mening kelgusim hargiz yaxshi bo'lmaydi degan bir holatda bo'ldi. Bu atalmish xamushlik kesdi. Uchinchi xil turdagi odamlar. Bular birdan aqliy men kirib qoldi, birdan hissiy men kirib qoldi. Hissiy men kirib qolganda o'zini hamda bu dunyoda qo'ldan hech kelmaydigan bir hech qanday qimmati yo'q
Aşındaq bir intan tuen nokta kir qaldı. Hatta talağım çıqıs kelmeygan, ama ikinci türdeki adamlarning xarakteri chiqadi. Ama 15 kundan keyin aqliy manga ketib qoldi. U vaqtda bir qimmat salohiyatga egilab, hamma narsa qila oladigandak, qimmati bordek, butun dunyo uning uchun shundaq bir rag'bat berayotgandek, u bilmaydigan narsa yo'qdek, shundaq bir kuchli bir energiya bilan bo'lib ketadi. Ham rostilla shundaq birim yozsimi, birim o'rgansimi tizilishib ketadi. Ama yana bir hafta, 2 haftadan keyin yana hissiyman kirib qoldi. Böyle qaldı, butunlay yo'qolib ketadi. Bu atalmış shang-shang chingan jangay. Qo'shilishlik hissiyat tusalsın shu. Nurg'un kishilar xatolashib mundaq o'ylaydi. Men nurg'un masalalarni o'zim hal qila olaman deb. Agar sizga bir buzilib qolgan mashinani o'ngshang desam, siz buni o'ngshanmaysiz. Biroq sizning bu mashina o'ngshanmaganligingiz hargizmi sizning do'tligingizni direkt vermaydi. Siz har qancha aqlli bo'lsangizmi, bu mashina o'ngshanmaysiz. Sizning bu mashina o'ngshanmas sababi sizning do'tligingiz yoki aqlingizning yetilmaganligidan emas. Bu mashina tushunmasiniz. Bu mashina to'g'risida siz hech nima bilmasangiz. Shunga nurg'un odamlar cho'tsa, o'zini bir xil aqlli odamlar. Biroq o'zidan iborat bu mashinani tushunmaydi. Buni tushunmagan bu xil ahvol ostida qarshi taraf har qancha aqlli bo'lgan taqdirdami, bu masala chiqqan mashinani aldirab o'ngshanmaydi degan gap. O yordamga muhtoj, uni o'zini bilishga, tushunishga muhtoj. Shunga biz aqliy men bilan hissiy men o'tirsizki bu xil break uzilish bo'ldi-chu. Bu xil bir break. Bu xil breakni biz ulalagan vaqtda anından keyin biz o'zimiz bilan ulandik yoki she'riy nuqtadan ilib etsak, qalbimiz bilan ulandik deymiz. Bizdeki nurg'unlagan biz orzu qildigan hissiyotlar, o'ziga ishonish, qizg'inlik, xushallik, baxt, boylik, ijodkorlik, unumdorlik deganlarning hammasi hamda shu ulanish orqali shakllangan gap. Shunga biz psixik havaskorlarning kuchli talbiga binoan psixik yetaklash va o'rgatishni asos qiladigan yangi qarorliq sinfimizni boshlashni qaror qildik. Shundan qiziqadiganlar ama shaxsiy session qilsa, o'zim tushuntirib qo'yaman. Meni o'yinim, ya'ni ayli 0007 degani mening shaxsiy o'zim ishlatadigan, hech kim boshqa ishlatmaydigan shaxsiy o'yinimmi shu. Qolgan mening nomimdagi yoki mening rasmimni ishlatgan barliq o'yinlar amaliyotda yolg'on, menga hech qanday munosabat yo'q o'yinlar. Bundan Alloh diqqat qilishni umid qilaman. Bo'ldi. Rahmat.